Salom aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz Bo'ston hududidamiz. Bo'stonga kiraverishda tex sotilar ekan. O'zinglar hozir ko'rasizlar. Do'stlar, mana ichki holati ko'rinishi yangi. Hidi tarqagan yo'q hali. Mana bu yerda ikki xona uy tushgan, ikki etажga bo'lib, bir tomoni ofis qilsangiz bo'ladi, ikkinchi tomoni yotoq joyingiz. Undan tashqari bu yerda hojatxona dushi bor va eskalatchasi bor. Endi yana bularga kelamiz. Ikkita podyomnik bor mana. Ular ham yangi. Bu yerda mana kulish qo'yadiganlar ham zavodskoy qilt. Joyda ko'rib turibsiz, tayyor biznes arzon narxga sotib yuboryapti ekan. Shu telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, narx-navosini kelishaverasiz. Mana hozir yaqinroqdan ko'rsataman mana. Yangi bilan eskini shunday farqlab olsangiz bo'ladi bemalol. Unisini ham borib ko'rsataman. Yangi. Biz telefon qilaverasizlar va ichkarini ham ko'rsatib qo'yay. Yangiligiga ishonch hosil qilasiz mana. Ofis qilasiz istasangiz. Ikkinchi etaj ham xuddi shunday. Qo'ng'iroq qilib, narx-navo kelishaverasizlar bemalol. Tayyor biznes. Kechagi kuni dachani obzor qilgandik. Obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz tomonidan taklif tushdi. Elbek bu dachani boshqatdan ikkita soy bor yonida, soylari bilan ko'rsating. Tog'ning yon bag'rida joylashgan. Havosi toza, shvetsariyaligini aytibsiz-ku, bu soylarda oqayotgan suvlarni quloq suvidaqa tiniq, shifobaxshligini aytib o'tmabsiz. Iltimos, yanada oydinroq qilib ko'rsating deyishgan ekan. Mana qaytadan obzor qilyapmiz. Mana ko'rib turganingiz archazor. Archa bor joyda chang yo'q bo'ladi, hurmatli kuzatuvchi. Kecha boya obzor qilganimizda ko'rsatib o'tgandik soylarni. Mana hozir yana ko'rsatib o'tamiz. Qarshingizda mana ko'prik ko'rinib turibdi. Ushbu ko'prikdan dachaga o'tsangiz bo'ladi. Old tomondan ham kirish bor. Bu tomondan qulayroq, qali bemalol soyni bo'yidan kirsangiz bo'ladi. Qisqa qilib uzib video qildim. Obunachilarimizdan shuning uchun e'tiroz tushdi menimcha. Doim siz hamma yo'q chiroyli qilib ko'rsatardingiz. Nimaga unaqa qilib ko'rsatmayapsiz deyishgani uchun qaytadan olib jo'layapmiz. Do'stlar, bunga plus tomonini ham aytib o'tmagan ekanman. Bu tomonda mehmonxonali, yotoq joyi bilanda bemalol kelib, yotoq joyida yotib qolib dam oladigan joylar. Ushbu tayyor biznes sotilyapti. Keyin undan tashqari buni davomiyligida ovqat qilish uchun o'choqxonasi bor. Buni povur akalarimiz uchun imkoniyatlar qilib berilgan. Bizning vazifamiz sizga ko'rsatib berish, aytib o'tish, narx-navosi, boshqa masalalar bo'yicha telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol kelishaverasiz. Mana chap tomonimizda turgan hammasi yotoq joylari, ichkarida divallarigacha bor. Yozda issiq kunida tarvuz, qovunlar, Fanta, Pepsilarni olib kelib, mana bu hovuzchaga solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Suv to'lib turadi, muzdakkina. Muzdan ham muzdek suvlar chiqadi-da. Vadil-ku bat. Mana orqa tomoni basen. O'sha yotoq joylarning orqa tomonida basen joylashgan. Bu basenda odam uzilmasidi. O'zimizdan qiyos, o'zimiz shu basenda cho'milib yurardik. Lekin hozir mana sotuvda. Afsuslanmaysiz, do'stlar, afsuslanmaysiz. Qo'ng'iroq qiling, narx-navosini kelishing.